Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga 8085 mikroprotsessor simulyator dasturi bilan ishlashni ko'rsataman. Biz bu ko'rib turgan oynamiz 8085 simulyator dasturining asosiy interfeysi hisoblanadi. Bu dastur yordamida biz 8085 assembler dasturini yozamiz. Ularni bajarish va ularni qanday ishlashi ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda biz assembler kod yozadigan maydon. Misol uchun kod yozsak, va adadi bir qiymatni bersak. Kod yozilgach, assembly tugmasini bosamiz pastdan. Mana ko'rib turganimizdek jadval hosil bo'ldi. Bu tugma kodni mashinaga tushunarli formatda anglatib beradi, ya'ni mashinani o'z tiliga o'girib beradi. O'ng tomonda esa registrlarni ko'rishimiz mumkin. Akkumulyator bu asosiy registr. Barcha arifmetik amallarni shu yerda amalga oshiriladi. Qolganlari esa qo'shimcha registrlar hisoblanadi. Flag registr, ya'ni pastdagi flag registrimiz bu yerda arifmetik amallardan keyingi natija holati belgilanadi. Pastdagi maydonlar ayni damda amal bajarayotgan buyruq manzilini, istak manzilini, qancha soat sikl ishlash borishini ko'rsatib turadi bizga. SIM va RIM paneli. Bu panel orqali biz tashqi qurilmalar bilan aloqa uchun SIM, RIM buyruqlarini sozlashimiz mumkin. Bu oxirgi qismda biz sonlar o'rtasidagi konvertatsiya qilishimiz mumkin. Endi kichik dastur yozib ko'ramiz. Misol uchun dastur yozdik. Uni o'girdik biza. Misol uchun dasturni o'girganimizdan keyin step tugmasini bosamiz. Ko'rib turganimizdek qiymatlar o'zgarib boshladi. MVI B10, ya'ni 06.227 da bizda qiymatlar belgilandi mana. 3200, 004. Shu tariqa davom ettirsak bo'ladi. Stop tugmasini bosib to'xtatishimiz ham mumkin.